Uyga xuddi shunaqangi kiyonakalar keldi. O'tiringlar turib, mana shunaqa shohona stolga o'tirib qo'ydik. Kiyonakalar isib tellab ketyaptimi? Endi tellab ketyapti ekan. Xuddi shunday qilib to'shakni solib turib, to'shakni ustidan suvni quyib, mana muzdagina o'tirasizlar turib, o'tkazib qo'yapsiz. Bundan tashqari baribir isib ketyapti. Mana shunaqa qilib yelpib turibsizmi do'stlar? Endi bunaqa yelpishlar davri o'tdi. Mana sizlarga tayyor yelpig'ichi bilan kachalarga topib qo'ydim. Bemalol 3 kishi o'tirsa bo'laveradigan bo'ladi. O'tirgandan keyin bitta likillatib bersiz, o'zi yelpig'ichi bilan bo'ladi do'stlar. Eng qiziqarlisi do'stlar, ko'chmaydigan bilan 300 kilogacha bemalol yuk ko'taradigan bo'ladi. Bonusiga mana shularni qo'shib berishadigan bo'ladi. Samarqand, Toshkent, Vohaga Voha. Nima turing? Voha bas. Vodiyga dastlabkilari mutlaqo bepul bo'ladi do'stlar. Qilinayotgan ishga ancha garantiya beradi. Qaranglar, osilsiz ham eshitib bo'lmaydigan bo'ladi. Narxlarini 1 million 800 ming so'mdan qilib berishadi. Optimga olaman deydigan bo'lsangiz 1,5 million so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ratan stol kerak deydiganlarga xuddi shu ko'rinishdagisi ham bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Komplekt olamasangiz, komplekt ham qilib berishadi. 6 kishilik, 8 kishilik, bundan tashqari yumaloqlari ham bor. Video pastiga nomer qo'yaman, aloqaga chiqsangiz chiroyli qilib yetkazib berishadi.